Salamatmisizlar ballar? Matematika darsiga xush kelibsizlar. Darsimizni başlamas burun men sizlarga tepishmoq yoshirib ko'ray. Sizlar javobini tepinglar. 3 tili ba, tiqildigan uni ba. Unimau ballar? Durust deysizlar. Saat. Artuq kamni tengashtirar, damni biroq yemas birer. Unimkine? To'g'ri. Taraz. Yalan taxtay bölçügi uzunluqның ölçümü. Unimkine ballar? Yaraysizlar. Sızgıç. Bu asbablar nima uchun kerak? Qandaq o'ylaysizlar? Bugungi darsning mavzusi o'lchash asboblari. Darsimizning maqsadi har turli o'lchash asboblarining shakllarini bir-biridan farqlash va miqdorlarning o'xshash ma'nolarini aniqlash. Tövəndəki surətə diqqət qılıb qaraylı. Bu yerdə ölçəş əsbablarının bir neçə türü verilgan. Sızğuc lent arqılıq biz uzunluqni ölçəymiz. Taraz arqılıq massını ölçəymiz. Və saat arqılıq vaqtni aniqlaymiz. Ballar, birinci sinifdə ötən ölçəm birliklərini yadımızğa düşürüb görəyli. Massının ölçəm birligi kilogram, sentner. Suyuqluqның ölçəm birligi litr. Vaqtning o'lcham birligi minut, soat. Uzunluqning o'lcham birligi santimetr, detsimetr. Qeyni endi hammamiz qo'limizga sızgıçlarımızı alaylı. U yerda sonlardan bo'lak kichikina siziqlar bor ekanligini ko'rib tursizlar. Uni shkalalar deymiz. Biz shkalalar orqali narsalarning uzunligini dal aniqlaymiz. Masalan, 0 sondan 1gacha 10 bölük var. Yani 10 milimetr yoki to'liq 1 santimetr degan so'z. Qeyni endi hammamiz kitobimizning 60-betini ichib, 2-chi topshirmani o'ralayli. Uning uchun bizga sızgıçning yordami kerak. Oldi bilan kesindilarni o'lchab olamiz. Sızgıçni kesindi bilan birda qo'yib emas, 5 0dan boshlandiganda qilib qo'yamiz. Bu yerda qizil, yeshil va ko'k kesinda berilgan. Qeyni ballar, o'lchab ko'rayli. Qizil kesinda 4 santimetr, yeshil kesinda 8 santimetr, ko'k kesinda 10 santimetr. Sizlarmi shundoq o'lchadinglarmi? Yaraysizlar. Endi 3-chi topshirmada berilgan suratga qaranglar. Soat ko'rsatib turgan vaqtni ata deydi. Ballar, soatning necha tili bor? Durust. 3 tili bor. Biri soatni ko'rsatadi, biri minutni ko'rsatadi, biri sekundni ko'rsatadi. Ularning qanday ayirmachilig'i bor? Durust. Soatni ko'rsatadigan tili qisqa, minutni ko'rsatadigan tili uzun bo'ldi va sekundni ko'rsatadigan tili inchikka bo'ldi. Bir soatda 60 minut bor ballar. Doim yodinglarda tutinglar. Soatlar qaysi vaqtni ko'rsatib turdi? Durust. Soat 3ni, 11ni, 8ni, 1ni, 7ni va 4ni ko'rsatib turdi. Endi 4-chi topshirmada berilgan tarazlarga qarayli. Taraz shkalasi qanday songa to'xtadi deydi. Almalar turgan taraz 3 kilogramni, qand turgan taraz 25 kilogramni ko'rsatib turdi. Bu deganimiz almalarning massasi 3 kilogram, qandning massasi 25 kilogram degan so'z. Endi hammamiz daftarlarimizni ichib, bugungi kun retini yozib, 5-chi topshirmani daftarimizga yozmacha o'rinlaymiz. Hisob qurashdi. Aliyam bilan sultonning salmog'i Erkin bilan Sanamning salmog'i qancha bo'lsa, shuncha. Erkinning salmog'i qancha? Eng ig'ir kim? Aliyam 34 kilogram, Sultan 43 kilogram, Sanam 36 kilogram, Erkin belgisiz. Qeyni hisoblarni o'zimiz chiqarib ko'rayli. Oldi bilan nima qilamiz ballar? Durust deysizlar. Aliyam bilan Sultanning salmog'ini qo'shamiz. Sababi Aliyam bilan Sultanning salmog'i Erkin bilan Sanamning salmog'i qancha bo'lsa, shuncha. 34 kilogramga 43 kilogramni qo'shamiz. Teng 77 kilogram. Endi 77 kilogramdan Sanamning salmog'i 36 kilogramni azaytimiz. Teng 41 kilogram.
Cavabı Erkinning salmığı 41 kilogram. Bu yerdə yəni bizdən ən ağır kim deb so'radi bala. Qani, bu yerdə ən ağır kimkan? Duruz, Sultan. Səbəbi Sultanның salmığı 43 kilogram. Hesapni chiqarib bo'lsang, o'zingni deskriptor orqali baholab ko'r. Hisobning shartini qurashtirsang 1 ball. Aliyam bilan Sultanning salmog'ini aniqlasang 2 ball. Erkinning salmog'ini topsang 3 ball. Eng og'ir salmoqni aniqlasang 4 ball. Hisobning javobini yozsang 5 ball. Sening qo'lingdan keldi deb o'ylayman. Endi bugungi mavzu bo'yicha baholash kriteriylari orqali plus-minus tәсілі bilan o'zimizni baholaylik. Har turli o'lchash asboblarining shakllarini bir-biridan farqlab, miqdorlarning o'xshash ma'nolarini aniqlasang, plus qo'y. O'lchash asboblarini foydalanib, shkalda ko'rsatilgan miqdorlarning ma'nosini o'rinli qo'llansang, plus qo'y. Miqdorlarni foydalanib hisoblar qurashtirgan bo'lsang, uningga plus qo'y. Qancha plus bo'ldi? Yaraysan. Uyga topshirma, karton qog'ozdan soat bilan chizg'uch yasab kelinglar. Keyingi darsimizda topshirma o'rinlagan vaqtda foydalanamiz. Shuning bilan darsimiz oyoqlashdi. Salomat bo'linglar.